Do'stlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog' salomat. O'tgan safar Ma'rifjon do'koniga kelganimizda mana bu narsani olish esdan chiqqan ekan. Juda ham xo'rlanib ketdik. Xullas baliqchaga zor bo'lib bugun olib ketyapmiz. Mana Ma'rifjon o'zi ham shetda. Ma'rifjon leskiyada ishlatib ko'rdim. Hozircha pand bergan yo'q. Chunki men leska qarmog'imni uchi ilashib qolsa ham tortganimda hali leska cho'zilib turib kurchuk yulib chiqadi-da, ilashgan joyi, tushunyapsizmi? Sizniki omma tarsat uzilib ketdi. Endi ilon bosh ilashtirib olsa ko'ramiz-da endi qanaqa nima bo'ladi. Kecha mo'rtroq o'xshayapti leska. Endi olib tushib yog'och Cho'zilish kerak-da, o'zi leskamda cho'zilib turib cho'ziluvchan. Ferxon bilan billamiz yana bugun. Xullas yana o'sha arab mozoriga ketyapmiz, Toshloqdagi ko'lga. Ha, ilon boshlar ko'rib xullas yana borgim kelaveryapti-da xullas. Shunga bugun yana yo'lga chiqdik. Soatimiz 11 bo'ldi. Sherxon, bu kurchuk ichcha nima ko'p bo'ladi. Bog'ri uyda bundan turibdi kattalar ham. Biz do'kondamiz, Ma'rifjon do'konida. Chuvalchaylar bor, mana chuvalchay olyapmiz. Aparish bor. Bugun ko'pchilik borgan bo'lsa kerak, bugun lekin sovg'amiz esdan chiqib qopti. Bugun rostdan ham sovg'ani olish esdan chiqib qopti. Xafa bo'lmaysizlar. Ko'tarib borganimda o'zi hech kim yo'limdan chiqmayapti, ko'ryapsizlar. Baliqchini topish o'zi qiyin bo'lyapti. Ko'lga yetib keldik do'stlar. Ko'lda odam yaxshi. Juda ko'p emas, lekin shamol bo'lyapti. Suv tushib ketgan. Men har doimgi ilon boshlaydigan joyimda suv qolmabdi. Mana yerdan ushlayapti o'dim. Mana shu yerdan suvda o kun to'ldi. Hozir qolmabdi. Suv tushibdi, anchagina tushibdi. Narigi tomonga o'tamiz. O burchakda qayiq bor, qayiqni oldiga mashinamizda aylanib o'tamiz hozir. Ko'lga nima deysizlar? Mana bu tomonga o'tib keldik. Sherxon bilan. Mana joyga nima deysizlar? Manzarani qaranglar. Bunaqa chiroyli joy qayerdan topasizlar? Suv pasayib ketganligi uchun bu tomonga o'tdik. Sher qattiq tayyorgarlik ko'ryapti mana. Piknik bo'lyapti bugun Sherxon bilan. Sher havo ham bo'lyapti. Ozgina shamol turibdi. Endi o'tiramiz mana shu yerda. Salqinda. Bunaqa joyda anchadan beri hozir qolardim qaranglar maysalarning ustida. Maza o'tiribmiz. Kelaverasizlar. Mazza.
Rezultat bo'lmadi do'stlar. Narigi tomonda ushlashyapti mayda sazanchalar. Suv yarim metrga, taxminan yarim metrga tushib ketgan. Birorta ilonbosh paqillatib shaqillatganini eshitmadim. Ilonbosh ko'rmadim. Jimjit. Lekin amur yuribdi. Şimdi bu narigi chekkada qamishlarni sindirib pachaqlayapti. Sazan jimjit, ilonbosh jimjit. Sher qayerga ketdi ekan? Rassani berib bormoqdan, u bilan aloqa yo'q. Sharxondan, Marhamatdan baliqchilarimiz kelibdi, eshitib. Videoni ko'rishib, joy yoqibdi ularga. Lekin bor hammada rezultat endi mayda, shu bir qarich. Bir qarichdan kichkina, katta qilib olishgan. Sanjarbek telefon qildi O'tkirbek. Bo'shab qolar ekan seshanbaga nachovkaga chiqaylik ekan deyapti. Endi ko'ramiz. Kelsak ham nachovkaga shetga kelib, mana gazonni qaraydi mazaligini. Mana shu yerda o'tiramiz. Har kuni ko'ramasiz, mana yarim kechada ham kampir nimchodi bo'ldi. Bu asadi baliqchilar, bu ilon boshlar rosa ushlaydigan bolalar bular. Sizmisiz? Sizlar yaxshimisiz? Bolalar yaxshimi? Tinchmisiz? Bormang endi. Rahmat. Ha, barakalla. Qayerdan kelding? Aytmayaptim. Men Marhamat Polontoshdan keldim. Ha, Sharxondan ham kelding. Ya ilon boshga juda qiziq ekansiz. Men ham uxlamay ko'raman-da. Aytib ko'radim, bolalar bir borib kelaylik mana yerga. Ya maqtashuvdi. Yetarliga nimasi yo'q hali. Shunda chiqmayapti. Bugun suv tushib ketibdi-da. Yarim metrga tushib ketibdi. Jimjit. Baliq. Aytibdi qarmoq turibdi, duribdi sherigim. Haliga nimada ko'rayotgan nimalarki bo'lsa kerak, ko'rmadim ama dedim. Keyin keldilar dedi-da. Biz ancha bo'ldi kelganmiz. Biz ham ertaman keldik, mashina yo'q edi. Aytaylarni gaplashdik, nima o'tirib bo'lmayapti. Tortmayapti. Hadi yuraylik, hani kutaylik. O'sha yerdamiz tog'a. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, bo'lar. Xo'p, bo'lar. Muzaffar amani topib keldi mana. Hada ham mashina borda, chekkaroqqa qo'yaverasiz. Mashina bor haqda, chekkaroqqa qo'yaverasiz. Chekkaga. Yo, telefon qilish kerak edi ungacha. Sher telefon qilib olib, kelib yubordim keyin. Kelinglar. Sog' aka. Charchamasdan. Masa telefon qildim. Hozir gruppalarda mavzu bo'lyapti. Chestak ham qat'iy. Yo'qolib qoldi-da. Sizlar Charchamasdan. Salom alaykum. Ketding charchamasdan. Tog'am Marhamatdan kelibdi, tog'a. Rahmat. Necha yildan beri o'qilasiz?
Ha, o yoshligimizda birga qilamiz endi. Bu yerlarga endi birinchi kelishimizda. Ha. Nechaga kirdingiz tog'a? 76ga. Qoyilman 76ga Ha. yoshga o'xshaysiz, dadilsiz. 7 kilo 8 kilolik bemalol olib chiqaverasiz ekanda. Ha. Maza qilyapsiz dam olib salqinlarda. Ha, achita. Oz qoldi zapret yechilsa 31-da. Ha, Keyin zakallarga chiqib ketamiz tog'a. Xudo xohlasa. Haligi siz maqtagan magandan mayda juda olib, asharo nimaga ham vadaqlanishi ham kirgizardi u. Ha. 10 ming bersak mashinamizni minib olib borib tushirib qo'yib, hali termokosalaring olib ketaman deydi. Ha. Ajoyib bo'lib qo'yadi. O'zi yoz yomon tomonlarga ham ko'p kelasizmi? Ha, biz ko'p kelamiz. Endi berlar endi kelishimizda. Mana tarigi Absalomning nimasi bor anarda. Karyerda. Ha, Yerlarga ham boramiz. Absalom aka. Ha, yaxshi. Yaxshi joyga joylashibsizlar. Salqin joylarga. Biz ham o'rtoqlar bilan mana Muzaffar hozir kelishdi bular ham oqtarib. Telefonimni o'chirib ham qutulmadim ulardan. Olib kelishibdi. Joy yomon gap yo'q bor. Hali Sherxon qilyapti sadanchalarni. Yomg'ir yog'vordi. Biz yaxshigina quyuvdi, mana bolalar iniga kirib oldi. Bolalar yomg'irdan qo'rqar ekan ozgina. Jo'laqa bas Yo'q. komfort. Ha, bu shapka tushunadi boshqa. Biz ham komfort bo'lib oldik. Bizga kechqurun yonadigan joyi ham bor. Ularda yo'q ekan. Gay ko'rsa ham ishtirok qiladi. Yo'q. Yonadigan joyi yo'q ekan sizga. Kechasi yonmas ekan. Sizga tortyapti. Tortadi manikini. Kattasi keladi hozir. Mana yomg'ir yog'ib tindi hozir. Havo ham zo'rib qoldi, Muzaffar. Mazza bo'ldi, qaranglar, havoni. Salqin bo'lib qoldi. Sanjarbek mana shu joyda seshanba kunga shashli-pashli bu narsalar qilib yuboramiz endi. Bunga qaratingda menga. Mana qo'lingda. Mana shu yerda uzun ko'ra, Aha. piynalar. Ha. Nima ko'mir bitta yoqinlarni tutatinadi bo'ldi. Makka to'shaklar dasturxon qilinadi. Bu ana bunaqasiga dasturxon qilinsa, shu birinchi joy bo'ladi. Ha. Mana shu yemlanadi. 1,5 qop yem olib kelamiz, mana shu yerda yemlaymiz. Guruchni o'zini tashagan olaveramiz o'zi. Hozir Muzaffarni qarmog'ini tortib qoldi. Shoshilmaslikka harakat qilamiz. Muzaffar juda qattiq tortib yuboradi-da, shu tortganda o'sha baliq zubnoyga ketyapti har bittasi. Yana yomg'ir boshladi. Shu o'lchaymi? Boshladim yana. Maza qilib yuboradigan joyi yo'q bu aka. Yonimizga shakar.
Amerikani montajdan bo'lganda bu. O'zi egib tortib yuboradi. Ha, ilinib qolsa. Cho'qiyapti hozir. Biz aka o'zi kunduzi kelganmiz. Birar soat o'tirib ketamizda. Joylashaveringlar, tushinglar. Ya birinchi marta o'tirish menga o'zi bayt yoqmadi. O'naqda men o'sha yerda o'dim aka. O, burchakda aka. Suv tushib ketibdi yarim metrga. Suv qolmabdi. O'shuning uchun majbur kelib o'tiribman bu yerda. Mana Sharxondan akalarimiz keldi, Rimot akam. Olibjon. Boshqa joyga kirib ketishib qolibdi, Quvaga, boshqa ko'lga topib kelishdi mana. Lakasi toshni beribdi demakda. Ha, to'shni. Zo'r topib kelibsizlar aka. Tushib joylashaveringlar aka, biz bari ketamiz. Olibjon, mashit zo'r. Ha, mana shu yerda yotsalarni mazza qilib yotasizlar kechib payt. Oybek aka kelmabsiz mana siz. Mana kichkina mana shunaqa sazan chiqyapti. Sazanchalar zerkalli chiqyapti. Kichkina mana shunaqa. Tinmay chiqyapti. Dilmurod akam haqiqiy ustada mana. O'ziga chiroyli sharoitlar qilib aka. Zo'r gap yo'q aka. Mazza qilib bugun noshda o'tirib kattalarni ushlaysiz, xudo xolasa. Joy yo'qdimi aka? Joy vobshe. Joy zo'r aka. Faqat bitta nima deydi, mahorat. Allohdan-da endi. Yemlar qilib kelibsiz, zo'r bo'pti aka ana. Men plet uraman-da. Zo'r aka. Haqda ham mehmon akalarimiz tayyorgarlik ko'rishyapti. Mana bola ham qattiq olma. Zakallarda yaxshi ushlaydi. Yaxshi ushlaydi mana. Tindirib yuboradi Yo'q. Ko'zini yumib ushlab qo'yaveradi. Eski baliqchilar. Eski baliqchilardan. Yaxshi lakasalar biladi, bilga xudo xolasa. Zo'r joylar yo'q bo'ladi. Zontilar bilan, ha? Ha? O'z bilan turibdi. Futbolkani shu orqasida bitta yozuv kam bo'lyapti, Sher Fishing degan. Kechki uyda o'tiribmiz. Soatimiz 8 bo'ldi. Endi Dilmurod akamlar qolsa biz ketamiz. Seshanba kunga kelamiz endi do'stlar. Pashsha yo'q ama. Hali kunduzi salqin, juda salqin. Kunduzi chaqdi ama hozir yo'q. Shabada juda ham salqin, muzdekni o'tiribmiz. Muzaffarjon bu narsalar qilyapti. Oxirida bitta ushlayman deb harakat qilyapti. Ha, ko'rsatsa ham u qattiq ish ko'rsatadi. Kechki uyda mana shunaqa baliqchalar chiqib turibdi, lekin zeriktirmayapti meni. Kechki Muzaffarning o'rtog'i ilonboshga montaj qilishyapti. Ilonboshlar narigi tomonda, qamishlar tagida zo'r uryapti baliqchalar. Baliqchalar hozir hamma mayda baliqchalar nimaga chiqib olgan, chekkaga. Xizmatlarda ham yuradi mana. Mayda baliqlar suvni chekkasida, ilonboshlar mana bu yerda yuribdi. Ilonboshlar o'sha baliqni urgani chiqyapti. Mana baliq. Bir qalasizlar. Ilonboshni zo'rlari yuribdi mana chekkalarda. O'shanga montaj qilib, hozir poplovik bir qarishga qilib, tosh ilib
tirik baliq ilib tashlayapmiz.